Assalomu alaykum. Mana bankka kelyapman, pul yig'ishtirganman. Mana maydiyorki biz hozir nazokat bilan yig'son pullar yig'ilganini tashlagan ketyapmiz. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Qilgan ana nima deyiladi? Ihson yo'q, bildirmay berilgan ihsoninglar Alloh dargohida qabul qilsin. Mana kech bo'lsa ham hozir pul yig'ishtirib ketyapmiz. Aytayolki biz videoga olmoqchi bo'ldik, lekin to состояние bo'lib qolmasligi uchun videoga olmadik. Shu ihsonni lekin mana Alloh guvohida berib keldik nazokat bilan. Men guvohman. Xudo xolisi Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin. Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rib rahmat kattakon. Уже men videoni olib tashladim, bo'ldi. Bu narsadan men o'zim ham yengil bo'ldim. Xudo xolisi. Endi magazinga ketyapmiz.